Yana qayta ko'rikka kelibdilar bu bemorimiz. Juda xursand. Yig'lamadingmi o'zi yiqilishganligida? Yo'q, bu safar yig'lamadi. Ha. Hop, nima bo'ldi keyin? Mana 1 oy oldin keldingiz, lecheni yozib berdim. Lecheni qildingiz. Qanchalik o'zgarish bo'ldi bolada? Limfasida, o'zida, ishtahasida, yeb ichishida. Oldin har 10 kunda o'zi shamollab qolardi, qaytalab qolardi. Bu lecheniyadan keyin ishtahasi ochildi, keyin 12 kilo edi, 14 kilo bo'lib qoldi. O semiribdimi o'zi? Qoyil 1 oyda 2 kilo, zo'r. Ishtahasi hozir yaxshi. Unaqa injiqliklari ancha kamaygan. Aktivligicha? Aktivligini endi Eplab bo'lmayaptimi? eplab bo'lmayapti, anchagina. Narsadan nima? Yeyaverishga hamma narsa yeyapti o'zi. Yeyapti, hamma narsa oldinlari uncha aniq qilmasdi. Yemasdi edi. Xohlamasdi-da. Sip qo'ymasmidi kechki payt? Yo'q, siymasdi o'zi. Hozir ancha yaxshi. Shu to'xtata olmayapmiz, uxlata olmayapmiz. Sho'x bo'lib ketgan ancha. Kasal bo'lishichi, qanaqa burun bitish, og'izdan nafas olish, unaqalar yo'q. Og'izdan nafas olish ham kamaydi. Kamaydi. Burundan nafas olish boshladi. Burundan nafas olish boshladik. Keyin orada bir tomoq yo'talda allergichniy bo'ldimi, lekin yengil o'tdi-da. Yengil o'tib ketdi. Yengil oddiy o'tib ketdi. Bir kundan keyin yaxshi bo'lib qoldi. Shu allergichniy dori berdim, o'zingiz aytgandingiz. Penistil berdim. Bir marta berdim, shu bilan to'xtadi. Ichki kelish qanaqa? Ichki kelish yaxshi bo'lib qoldi. Katta odamlargidek keladigan bo'lib qoldi. Oldin kichkina kelardi. Shu tilida o'zgarishlar bor edi, u ham kamaydi. Tilida o'zgarishlar kamaydi, og'iz bo'shlig'idek. Tilida xuddi yo'l chiziqlar bor-da. Hozir bormi chizig'i? Hozir ham bor, ha. O'sha tilidagi chiziqlari kamaydimi, kamaymadimi? U kamaydi. Qanchalik kamaydi? Oppoq bo'lib xuddi tiniq bilinib turardi. Hozir nomiga chiziq bo'lib qolgan. Kamaydi. Limfasida ancha o'zgarish bo'libdi. Qo'ltig'ini tegidek dori qo'ymadingiz yozganim. O'zi shundoq kichkinalashdimi, qo'ltig'ini tegidek dori qo'ymasangiz. Dori qo'ymadik. Lekin limfasini bo'yniga dori qo'ydingiz. Uni qo'ydim, lekin u bir haftada o'zimga sezildi-da. Yumshab, kichkinalashgani. Kichkina bo'lib orada yo'q ham bo'lib qoldi. Orada yo'q qoldi, shamolladi, ya'ni kattalash yana yo'q bo'ldimi? Yo'q, shamollamadi, lekin bir orada yengil o'tdi dedingiz-ku shamollash. Ha, o'sha kattalashmadimi? Unaqa kattalashmadi. Yaxshi. Oldin anchagina katta bo'lib qolardi, ko'zga tashlanarli, bilinarli darajada bo'lardi. Yo'q, hozir umuman unaqa emas sizlarni. Lekin biz hali bermadik uni. Hali bemorim zo'rda dori yozaman-da, 10 ta dori yozgan bo'lsam, tabiiy. 2-3 tasini bermagan bo'ladi-da. Lekin o'shanda ham kattagina rezultat bo'ladi. Agar hammasini bersangiz, undan ham zo'r rezultat bo'ladi. Shu tepadagi tabiiy narsalarni bera olmadik-da. O'sha tabiiylik kerak-da. Bu ximikat yaxshi emas-da, ximikat. Voy, biz doktor 1 yil qiynaldik-da. 1 yil hamma joyga bordikmi? Bolalar milliy markaziga, bu yoqda shohmetga, darmonga, angren ham qolmadi. Angrenga ham bor. O'zi qayerdan keldinglar? Oxungorondan. Angrenda bittasi maqtadi, Zoir aka degan doktorda. Bordik, lekin u ham antibiotik, o'sha oldin yana antibiotik. Doktorlar yozgan lecheniyani yozyapti. Bildingiz antibiotik zararligini? Anchagina. Antibiotik zarar. Bizda O'zbekistonda biznes bo'lib qoldi farmatsevtika. Hozir shamollaganlar yonida ham yuryapti, unaqa emasda. Kasal bo'ldi. Birpas gripp bo'lib qolardi. Kasal bo'lib qolar, issig'i chiqib ketardi. Avetdagi uyqusi ham yo'qolib ketdi. Aktiv bo'lib ketgan edi. Aka-ukalari bormi? Yo'q, o'zi qo'shnilarimiz bilan o'ynayapti endi. Ha. Shavkatov Amirshoh. Doktor lekin bog'chaga bermadik-da, mana shu 1 oy. Shu lecheniyani qilib olaylik deb. Hozir to'g'ri, o'zi bog'chaga berish kerak emas. Hozir imенно pandemiya ketyapti, xabaringiz bor. Hamma больницаlar to'ldi, issig'i tushmayapti. Covidda qaysidir turi tarqadi. Endi o'sha Covid bu o'rik bo'lib qoldi. Endi panika qilishmayapti odamda. Yildan yilga 2 marta yo 3 marta bunaqa epidemiya bo'ladi, bitta. Pandemiya bo'ladi. Yozda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa holatda tavsiya beraman, bog'chaga bormaslikni. Mana hozir yomg'ir yog'ib, ozgina bosilgandan keyin xohlaganicha bering bog'chaga. Hozir bersangiz bog'chaga, bolaning immunitetini sindirib qo'yasiz. Endi uyg'onyapti-da immunitet. Uyg'onayotganda sindirib qo'yasiz. Mana misol uchun urug' ekdingizda, nihol endi o'syapti. Hali nihol u teri qotib olguncha, agar quyoshga qo'yib qo'ysangiz, u so'lib qoladi. Muzdagi sahar zaxga chiqsangiz so'lib qoladi. Suv bermasangiz so'lib qoladi. Nozik bo'ladi-da nihol. Shunaqa holatda siz asrab baqvat qilsangiz, o'g'itlarni berib vaqtida, u kelajakda quyosh tushadimi, ozgina suv uradimi, hech bola o'rmaydi, maza qilib yuradi. Bu ham niholda hali kichkina. Necha yil bo'ldi limfa chiqqaniga? 1 yildan oshdi. 1 yilda onkologiyaga borib 1,5 yil bo'ldi. Onkologiyaga bormagansiz-a? Tuberkulozga bordik. Nima topshirdingiz analiz? Mantumi nima?
Chiqdimi, chiqmadimi? Chiqmadi, yaxshi chiqdi. Kim maslahat berdi tuberkulozni? O'zim bolnitsada ishlaymanda. Hmm. Ftiziatr doktorimizga olib kirgandim. Shunaqa dedimi? O'shanga borib ko'r dedi, lekin bizni kasal emas dedi. Nima? Onkologimizga ham ko'rsatgandim, onkologichеский emas, bekorga nima? Bu yoqni ko'rib qo'rqib. Onkologichеский emas, bu onkologichеский emas. Bitta bolalar bo'limidagi pediatr doktorimiz esa qanaqadir pasha chaqar ekan u. Yo'q. Limfa bezlari ishib ketar ekan, endi. Amerikanskiy. Shunaqasi ham shunaqa dedimi? Samarqandga borib davolatgin dedi. Parazitologiyagami? U yoqda ham nomerini topib doktor bilan gaplashdim. Yaxshi pediatr lorga ko'rsating dedi. Yaxshi qilibdi. Mana Lorliga olib bordingizmi? Olib bordik. Nima deyaptilar Lorlar? Lordagilar unaqa qilmadi bunga, limfa beziga. Adenoid chiqarib berdi 4-darajali, 3-darajali. Keyin sizga keldikda. Shunaqa ko'proq turpa o'ynasin. O'ynayapti o'zi har kuni. Ko'proq turpa, keyin endi yozda agar ko'rishmay qolsa turpa, o'sha oylik o'ynash, ko'proq tabiat bilan yurish kerak. Tabiatdan ko'proq energiya oladi, quyoshdan oladi. Faqat xonada o'tirsa olmaydi, unda immunitet ko'tarilmaydi. Mana shunaqa o'ynab yurish kerak, qo'lini yuvmasdan ovqat yeyish kerak. Voy, unaqadan rissa ko'p bo'ladi. O'shanda immunitet rivojlanadi. Siz buni davolamasdan turib, siz hozirgi holat qilsangiz, bola kasal bo'lib qoladi. Siz endi uyg'otyapsiz. Misol uchun haligi niholda aytganimdek, yengil shobada o'tgandek bo'lsin deyapman-da, просто shuni urab qo'yish u chiniqmaydi. Etap-etap chiniqtirish kerak uni. O'zi chaqaloqligida shunaqa yurardi-da. Ana hovlida yerlarda yurardi, shu bog'chaga chiqdi. Bu chang tozalikka o'tib qoldik-da. Rosa ham tozalikka. O'g'irlar rivojlanayotganda virus ham shunaqa turqini o'zgartirib yengil yarataveradi. Har yengil yaratganda tanaga tushganda tana yana bitta issiq ko'tariladi. Misol uchun uyda choy damlab ichasizlar, qaynatib, nima sababdan qaynatasizlar suvni? Issiq bo'lish uchun. Issiq bo'lish uchun. Boshqa narsaga qaynatmaysizlar. Yo'q, lekin sterilizatsiya bo'ladi-da. Sterilizatsiya bo'ladi, bu katta gradusda ichida parazit, mikroviruslar o'ladi. Organizmga ham o'ziga yot, begona virus yoki bakteriya, parazit tushsa, markazga aytadi. Markaz termoregulyatsiya markazi bor-da, markazda, miyada. Issiqlikni boshqaradigan. Yozda isib ketsa muzlatadi, qishda sovib ketsa isitadi. Shu markazga aytadi, temperaturani ko'tar. Yot aniqlik kelib qoldi viruslar. Tana harorati ko'tarilishi boshlaydi. Ko'tarilgan sari viruslar qochadi, o'lishi boshlaydi bakteriyalar. O'lgan sari. Lekin biz bu yoqdan kelamiz, "Vo, sig'i chiqyapti, ibuklin ber, gormon ber, kapelnisa qo'y, antibiotik ber." Bizasi. Tasavvur qiling, siz maza qilib sevgan ovqatingizni ovqat qo'yasiz. Begonalik kelib, u narsani sovyapti ovqatingizga. Yoqmaydi-da. Xalaqit beryapti, gaz o'chirib qo'yyapti yoki sizga xalaqit beryapti-da narsalaringizni olib qo'yib yoki-da o'sha aytganimdek gaz o'chirib qo'yib. Qanaqa u? To'g'ri kelmaydi. Organizmga ham shunaqa qilyapsizlar-da ko'pchilik. Tushunmasdan ibuklin beraveradi. O'zi issig'i chiqsa bemorni, bolada issiq chiqdimi, qaysi darajagacha, kimdir 39 gacha ko'tara oladi. 39 gacha o'ynab yuraveradi. Tema. Kimdir 37 da yiqilib tushadi. Yiqilib tushayotgan bo'lsa dori ber. Ozgina yordam ber deymiz. 40 gacha bolalar o'ynab yuradi, ularda temperatura ko'tarildi, o'zini o'zi vasiyat qilib ular. O'shanga tanaga tegishgan emas. Qo'lingizni kesib oldingiz, o'zi bitqizyapti. Siz buyruq bermadingiz. Bizning aqlimiz, tanamiz aqli. Bizning aqlimizdan kuchli.